issiqxona qurish uchun 33 million so'mlik kredit olishga ariza qoldirilyapti. Arizangizni onlayn platformadan ijobiy hal qilingan. Sizga 36 oy bilan 12,5% issiqxona qurishga kredit ajratamiz. Ajratilgan kreditni maqsadli bir vaqtda to'lashni bir vaqtda davom ettirsangiz, bu kredit tugagandan keyin Xalq banki tomonidan ikkinchi kredit produkt taklif qilinadi sizga. Bu inklyuziv banking degan kreditimiz bor. 50 million so'mgacha shu dastur doirasini keyingi etapini davom ettirish uchun kafillik asosida ayollarga 24%, erkaklarga 25% o'sha kreditdan foydalansa bo'ladi. Bu 3 yil muddatda 50 million so'm naqd pulda bank mablag' hisobidan beriladi. Hozirgi olayotgan kreditingiz faqat 149 sonli tizim qarori asosida imtiyozli kredit olyapsiz. Bundan